Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı bolsun. Xitoy olimpik tanarkatchilarining jazolanganligi haqida ogohlantirdi. Xitoy olimpik yaqinlashayotgan mezgilda o'xshamagan fikrdagi kishilarga zarb berishni kuchaytirgan bo'lib, kishilik huquq masalasi haqida so'z qilgan tanarkatchilarning jazolanganligi haqida ogohlantirgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining yaqinlashishiga ergashib, har qaysi davlatlardan kelgan tanarkatchilar va axborot xodimlari orqa-orqadan Beijingga kelishga boshlagan. Bu mezgilda Xitoy doiralari o'qituvchilar va kishilik huquq qo'g'dug'uvchilarga qarata bostirish va kontrollikni kuchaytirgan bo'lib, akademiklarni o'z ichiga olgan nurg'un kishilarning ijtimoiy aloqa hisoboti qattiq cheklamaga uchragan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy amaldorlari olimpik tanarkatchilarining har qanday norozilik harakatining jazoga uchraydiganligi haqida ogohlantirgan. New York vaqt gazetasining xabar qilishicha, 4 fevral boshlanmoqchi bo'lgan Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashuvchilar xalqaro tanarkat musobaqasiga qo'yilgan eng qattiq bexatarlik tadbirlariga duch kelgan. Bu cheklamalarning bir qismi virus yuqumining oldini olish ekan. Ammo nurg'un tanarkatchilar Xitoyning o'xshamagan fikr va tanqidiy so'zlarga qarshi tutgan muomalasiga bardoshlik berolmasligi mumkin ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy yaqinqi mezgilda kishilik huquq faoliyatchilaridan eng oz 5 kishini tutqun qilgan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchragan. Xitoy bu jarayonda o'qitishi shaxslarning uylarini tekshirib, parakandachilik salgan va Xitoy rejimini tanqid qilmaslik haqida tahdid salgan. Navbatda talash-tartish qilinayotgan Beijing qishliq olimpikining yaqinlashishiga ergashib, Xitoydagi kishilik huquq masalasi xalqaroning diqqat nuqtasiga aylanmoqda. Yaponiya parlamenti Uyg'urlarga aloqador qaror ma'qulladi. Yaponiya Avam palatasi bugun qaror ma'qullab, Kishida hukumatini Xitoy rejimining Sharqi Turkiston, Tibet, Hong Kong va Ichki Mong'oliyadagi ig'ir kishilik huquq vaziyatiga qarata tadbir qo'llanishga chaqirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Avam palatasi ma'qullagan mazkur qarorda xalqaro jamiyatning Sharqi Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi tutqun qilish, diniy erkinlikni dafsanda qilish qatorliq masalalarga ko'ngil bo'layotganligi ta'kidlanib, kishilik huquq masalasi faqat davlatlarning ichki masalasi emas. Chunki kishilik huquq dunyoviy o'rtaq qimmat qarash, xalqaro jamiyat ko'ngil bo'lishga tegishli masala deyilgan. Bayonotda yana parlamentning Xitoydagi jiddiy kishilik huquq vaziyatini xalqaro jamiyatga tahdid shakllantirdi deb qaraydiganligi qayd qilingan. Shundaqla Yaponiya hukumatini bu vaqtda ma'lumot to'plab, umumiy vaziyatni egallashga xalqaro jamiyat bilan hamkorlashib, mazkur jiddiy kishilik huquq vaziyatini kuzatishga va umumyuzlik pasaytish tadbirlarini qo'llanishga chaqirgan. Mazkur qarorda kishilik huquq dafsandachiligi degan iboraning o'rniga jiddiy kishilik huquq vaziyati degan ibora ishlatilgan bo'lib, bu ikki tarafning quyuq savdo munosabati sababidan bo'lishi mumkin ekan. Yaponiya taratqullarining xabar qilishicha, garchi hukumatning ichida iqtisodiy jihatdagi andishalar mavjud bo'lsa-mu, ammo hokimiyat yurgizayotgan Liberal Demokratlar partiyasidagi konservativlar Beijing qishliq olimpiki boshlanishidan burun mazkur qarorning rasmiy ma'qullanishi uchun tirishmoqda ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bugun bu qarorga darhol inkos qaytarib, Yaponiya ayni vaqtda boshqa davlatlarga tajovuz qilib, haddi hisobsiz jinoyat o'tkazdi. O'zidagi kishilik huquq masalasida-mo yetkuchi dog' tushgan bir davlatning boshqa davlatlarning kishilik huquq masalasida otikochilik qilish salohiyati yo'q deb bildirildi. Uyg'ur va Tibet tashkilotlari Yevropa ittifoqini Xitoyga jazoni kengaytirishga chaqirdi. 3 tashkilot tunugun birlashma bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqini kishilik huquqni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlari va o'rinlarga qaratilgan jazo tizimligini kengaytirishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, xalqaro kishilik huquq birlashmasi, xalqaro Tibet harakati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlar birlashma bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqini kishilik huquqi ig'ir daxli ta'ruz qilgan shaxslar va o'rinlarga qaratilgan jazo tizimligini kengaytirishga chaqirgan. Bayonotda 3 tashkilot Yevropa ittifoqining ilgirki qarorini qarshi olganligini, Yevropa ittifoqi boshlagan harakatning kishilik huquqni yadro qilgan yangi Yevropa Xitoy siyosatining boshlanishi bo'lishini umid qilganligini bildirgan. Bayonotda yana faqat 4 Xitoy amaldorini jazoga tortish yetarli emas.
Chunki bu jazo Xitoy rejimining barliq kishilik huquq dafsandichiliklarni o'z ichiga olmadi deb ta'kidlagan. Bayonot yana Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan Xitoy amaldorlaridan boshqa Tibet va Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun qilish, sistemalik assimilyatsiya qilish qatorliq bostirish siyosatini ijro qilgan barliq Xitoy amaldorlarini jazo tizimligiga kirgizish talab qilingan. Xalqaro kishilik huquq birlashmasi Osiyo bo'limining mudiri Andriya Georgiyeva bu haqda Yevropa Ittifoqi Xitoyning 4 amaldoriga tunji qatim jazo yurgizgandan keyin biz Yevropa Ittifoqi va a'zo davlatlarni tizimlikni kengaytib, ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan Sharq Turkiston va Tibetdagi Xitoy amaldorlarini jazo tizimligiga qo'shishga chaqirdik. Xitoy amaldorlarining Tibet va Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Yevropa Ittifoqi uningga qarshi jang e'lon qilish irodasini davomli namoyon qilishi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, bultur mart oyida Yevropa Ittifoqi atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik JX idorasining boshlig'i Qin Mingo va shundaqli Wang Mingshan, Wang Junjin qatorliq amaldorlarga sayohat cheklamasi va mol-mulkini to'ng'itish jazosi ijro qilgan edi. Undan boshqa atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik siyosiy qonun nazoratining sobiq sekretari Ju Haylun va ishlab chiqarish qurilish diviziyasi jamoat xavfsizlik idorasi mu jazo tizimligiga kirgizilgan bo'lib, Yevropa Ittifoqi bultur 12-oyda ma'qullagan jazoni bu yil 12-oyning 8-kunigacha uzartishni tasdiqlagan edi. Tashkilotlar birligi Malayziyaning sobiq ministr maslahatchisini kutib oldi. Malayziya Baytul Amana tashkilotining qurg'uvchisi, sobiq ministr maslahatchisi Dr. Abdurazaq 31 yanvar Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Malayziyadan ziyorat uchun kelgan Dr. Abdurazaq apandini Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan Sutuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqti raisi Dr. Abduxoliq Uyg'ur kutib oldi. Ko'rishda Dr. Abdurazaqqa Sharq Turkistonning navbatdagi umumiy vaziyati, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan islom dini va musulmonlarga qarshi bostirish siyosati tunishtirildi. Shundaqla Sharq Turkiston davosini Sharq-Janubiy Osiyo ellarida qanday taraqqiy qildirish, bu sohada qanday hamkorlik o'rnatish qatorliq masalalar muzokara qilindi. Dr. Abdurazaq Malayziyadagi Baytul Amana tashkilotining qurg'uvchi raisi bo'lib, u ilgari Malayziya Oliy ma'arif ministrligining alohida maslahatchisi bo'lgan. Undan boshqa bosh ministerlik ishxonasining iqtisod maslahatchisi sifatida Sharq-Janubiy Osiyo, Afrika va O'rta Sharqda muhim vazifalarni o'tagan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Xalqaro jinoiy ishlar sudida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik amaldorlarga qarata da'vo etish haqidagi axborot e'lon qilish yig'ini 1 fevral Uranus Istanbul Topkapi mehmonxonasida o'tkazildi. Axborot e'lon qilish yig'ini Sharq Turkiston inson haqlari ko'zatish jamiyatining boshchiligida tashkillangan bo'lib, faoliyat Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchragan xalq uchun 1 minut sukutda turish, Turkiya va Sharq Turkiston istiqlol marshini o'qish bilan boshlandi. Oldi bilan Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakati raisi Salih Xudoyorning silliq nutqi qo'yildi. Arqadan Türk Dunyosi hamkorlik va yordam jamiyati raisi Xolid Qanaq birlashma bayonotni o'qib o'tdi. Bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarining irqiy qirg'inchilik jinoyati o'lchamiga tushadiganligi, Xitoy Sharq Turkistonda sodir qilayotgan jinoyatlar sababli jazoga tortilishi kerakligi, buning uchun da'vo sepidagilar xalqaro qonundan unumli foydalanishi, harakatlarini tartibli davomlashtirishi kerakligi ta'kidlandi. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Xitoy haqida xalqaro sud kollegiyasiga sunilgan da'voning navbatdagi tartib bosqichlari tunishtirildi. Yig'inda yana advokat Guldan Sönmez xonim irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishda qonuniy kurashning ahamiyati temasida so'z qildi. Tayvan Amerika munosabati texmi yaqinlashdi. Yaqinqi mezgillarda Tayvan Amerika munosabati texmi yaqinlashgan bo'lib, Tayvanning muavin prezidenti 2 kunda Amerikaning 2 muhim amaldori bilan uchrashdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, San Fransiskoga borgan Tayvanning muavin prezidenti Lei Chingda juma kuni tushdan keyin Amerika Avam palatasi raisi Nancy Pelosi bilan sin yig'ini ochgan. U 2 kun jarayonida yana Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris bilan ko'rishgan. Analizchilar vaziyatdagi bu o'zgarishning Amerika-Xitoy munosabatini texmi jiddiylashtirish etishi mumkinligini bildirishgan. Tayvan Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, Lei Chingda bilan Nancy Pelosi o'rtasidagi silliq uchrashish
taxminan yarim soat intayin do'stona va ozodalik ichida davomlashgan. Suhbatning muhim nuqtasi bexatarlik, iqtisod va o'rtaq qimmat qarashga markazlashgan. Suhbatda Nancy Pelosi Tayvanning xalqaro tashkilotlarga, bo'libmi Dunyo Sahiyya tashkilotiga qatnashishini qo'llaydiganligini bildirgan. U Tayvanning yuqumning oldini olish jarayonidagi ifodasiga yaxshi baho bergan. Payshanba kuni Leychingda Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris bilan qisqacha suhbatlashgan. U Hondurasning yangi prezidenti Castroning vazifaga o'ltirish marosimiga qatnashgan bo'lib, uning bu ziyoratlari xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yili Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen vazifaga o'ltirgandan buyon Tayvan, San Tome va Principe, Panama, Dominika, Burkina Faso, Salvador, Solomon taqim oroli, Kiribati va Nikaragua qatorliq 8 davlat bilan diplomatik munosabatini yo'qotgan. Leychingdaning Honduras ziyorati Tayvanning diplomatik ittifoqdoshi bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlashning yangi tirishchanligi deb qaralgan. Navbatda Tayvanning faqat 14 davlat bilan diplomatik munosabati bor bo'lib, ikki qirg'oq munosabatining jiddiylashishiga ergashib, Xitoy Tayvanning ittifoqdoshlarini qo'lga keltirish uchun kuch chiqargan. O'tgan yilning oxirida O'rta Amerika davlati Nikaragua Xitoyning pul diplomatiyasining ta'sirida Tayvan bilan bo'lgan aloqasini uzib, Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan. O'tgan 1-2 yilda Amerika bilan Tayvanning zo'r darajada yaqinlashishi Amerika-Xitoy munosabatining nachar bo'lishidagi muhim sabablarning biri bo'lgan. Bu jarayonda Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri, muhit asrash idorasining boshlig'i, Sahiyya ministri, parlament vakillar o'miki va vazifasidan ayrilgan yuqori darajalik amaldorlarni o'z ichiga olgan muhim amaldorlar Tayvanni orqa-orqadan ziyorat qilib, Xitoyni qattiq beorom qilgan. Qirg'izistonlik Uyg'ur yosh boks musobaqasida chempion bo'ldi. Qirg'izistondagi koni muhojirlarning farzandlaridan biri bo'lgan yosh boks mohiri Muhammad Zakirov 28 yanvar Qirg'izistonning Bishkek shahrida o'tkazilgan davlatlik boks musobaqasida raqibi Baktemir Sadirbakovni zo'r farq bilan yengib chempionlikka erishdi. Muhammad Zakirov bu musobaqadagi natijasi bilan 25 fevral Qatarda o'tkazilgan Osiyo lo'nqisini talashish musobaqasiga qatnashish salohiyatiga erishgan. 15 yoshlik Muhammad Zakirov Qirg'izistonning Jalolobod shahrida yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib, yoshining kichik bo'lishiga qaramay ilgirimi ko'plagan natijalarga erishgan. U Jalolobod oblasti bo'yicha o'tkazilgan 6 qitimliq musobaqada birinchilikka, 3 qitim Qirg'iziston davlatlik boks musobaqasida birinchilikka erishib chempion bo'lgan. Buningdan sirt u yana 2021-yil Dubayda o'tkazilgan Osiyo lo'nqisini talashish musobaqasining yoshlar boks turida 3-likka erishgan va shu yili Qozog'istonning Olmuta shahrida o'tkazilgan musobaqada birinchilikka erishgan. Muhammad Zakirov Qirg'iziston yoshlar boks komandasining a'zosi bo'lib, texmi yuqori natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishmoqda. Qozog'iston majlisi boshlig'i iste'fo berdi. Qozog'iston parlamenti umumiy yig'in chaqirib, vazifasidan iste'fo bergan majlis boshlig'i Nurlan Nigmato'linning salohiyatlarining muddatdan burun bekor qilinishi to'g'risidagi farmonni tasdiqladi. Farmonga asosan 10 yildan buyon Qozog'iston parlamentining Tuvan palatasi bo'lgan majlisning boshliqlik vazifasini o'tab kelgan Nigmato'linning raisligi bilan birlikda parlament a'zoligimi bekor qilingan. Nigmato'lin yig'inda so'z qilib, o'zini qo'llagan sobiq prezident Nursulton Nazarboyev va prezident Qosim Jomart To'qayevga minnatdorlik bildirgan. Parlament a'zolarining birdak ovoz berishi bilan Yerlan Koshanov majlisning yangi boshliqligiga saylangan. U bundan ilgari Qozog'iston prezidentlik mahkamasining boshlig'i bo'lib vazifa o'tagan edi. Rossiya Amerikaning takliflariga javob qaytardi. Rossiya hukumati Washington hukumatining Rossiya-Ukraina krizisidagi jiddiylikni pasaytirishga aloqador takliflariga yozma javob qaytardi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir yuqori darajalik amaldori bergan bayonotida Amerikaning Ukraina to'g'risidagi takliflariga Rossiyadan javob kelganligini bildirgan. U Rossiyadan yozma javob topshirib olganligini, ammo javobning tafsilotini oshkora muzokara qilishning foydasiz ekanligini, masalalarni hal qilish uchun dialogda ching turishni, Ukraina qatorliq sheriklari va ittifoqdoshlari bilan quyuq aloqani davomlashtiradiganligini bildirgan. Blinken 26 yanvarda Amerika Tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida o'zlarining Rossiyaning Sharqiy Yevropaga qaratgan bexatarlik takliflariga yozma javob qaytarganligini, Rossiyaga muhim diplomatik tanlashlarni sunganligini bayon qilgan edi.
Blinken Rossiyaning Ukraina Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga kirmasin degan talabiga ijobiy javob qaytarmaganligini, Shimoliy Atlantik Okean Ahdi tashkilotining ochiq eshik siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini qayd qilgan edi. Undan boshqa Amerika prezidenti Joe Biden bugungi bayonotida Ukraina krizisi ustida to'xtalib, Amerika diplomatiyani ishga solishni xohlaydi. Biroq Ukrainada ishlar yomonlashgan ahvolda qanchalik badal to'lashdan qat'i nazar biz tayyor degan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi təala.